49. savol. Assalomu alaykum. Salomatdirmi? Ramazonlarga muborak bo'lsin. Mening kallamda o'tmagan masala bor edi. Fatvo bersizlar. Biz 6 jon. Cho'ng o'g'lim o'yligidek bo'ldi. Dinda o'qiyotdi. Kichiklari 5 yosh, 3 yosh va 1 yoshdan. Yo'ldishim bo'lsa 4 yil bo'ldi. Bizning Uyg'ur bolalarini qarilik tarbiyalayotdi. Oylik maoshi 2000 lira. Hozirgi bahoda bizning 150 ming liradek o'zimizning puli bor. Bu pulni shu vatanga mangsak kira qatorliqlarga ishlatamiz deb ataqliq. Ammo bizning ya mashina, ya uy hech nimamiz yo'q. Ham uyda ishlaydiganlarimiz yo'q. Hatto Turkiyada qizil oy bor. Biz shuningga kirilmaylik. Qo'shnilar ba'zida yollarimizga zakatga kiyim, ba'zi pul, go'sht degandek narsalarni akirsa afzal ekanmiz. Zakat yemaymiz desak, sana durust keladi deb akiradi. Bizning ahvolimiz mushu. Zakat durust kelamdi yo kelmamdi? Bir fatvo bersizlar. Javob: Va alaykum assalom. Alloh shukr. O'zlariningmi butun musulmon qarindoshlarimizning Ramazoni muborak bo'lg'ay. Sizlarga zakat durust kelmaydi. Qachoniki ilkinglardagi 150 ming lira xajlanib, yarimidan oz qolsa, ondan zakat olsanglar bo'ladi.